O'g'li borlar, diqqat bilan eshiting. O'g'lingizni zinhor va zinhor asalim va shakarim deb erkalamang. Arslonim deng, arslondek bo'lsin. Biroz dag'al muomalada bo'ling. Dag'al liboslar kiydiring, ilik kamirtiring, ba'zan qotgan non yediring, go'sht yediring, toki erkak bo'lib ulg'aysin. Toki dushmanlar oldida to'kilmasin, muammolar va musibatlar oldida yiqilmasin, munofiqlar va nomardlar oldida bosh egmasin. Boshini tik tutgan arslon yigit, sher yigit bo'lsin. Shunday yigit bo'lsinki, fe'li bo'riday, na'rasi sherday bo'lsin. Gulbachcha, yumshoq bola, nozik yigit bo'lmasin. Oilasini, zaiflarni, mazlumlarni, vatanini himoya qiladigan, so'zi ham, qo'li ham, aqli ham, tili ham, ilmi ham botir yigit bo'lsin. Zero o'g'il farzand sizning va vatanimizning yuzi, himoyachisi va or-nomusidir.